همین عمر خیام بسیار شعرش آمد همین مای می‌نویسن همین مای او می مسو او میگه سلر شومیست این حاضرا بوتون و عمر خیام همین میخور بگو پیانیسته burada mı? Piyaniste de bahaber yaptım. Ha, tabii. Ya bu avliya Allah'ydı. Umar Khayyam'a? Ha? Şu farklardan keramet adamı. Bildiniz mi? Onun gaplarını hammasını hakiki başka manası var. Şu meselesiler onlar. Meydep işk-i ilahiden eder. Bildiniz mi? Şu aşk-ı ilahi ana şu yani mey ishqni mayli ichgan mastlik ham shuni bilan bo'ladi ana hammasi mana shu oshiq bo'lgan kishi o'zi haqiqatda mast alasi o'zini bilmaydi o'sha ma'shuqni daviyasi qanday bo'lsa o'shanga o'zlari qayerga o'tganlar bu kishi farqlari bu shu nazarimda shu Eron tarafda o'tganda Eron tarafda o'tgan Azı juda bu kişinin juda maga bana Hacı Hafız diyem şuna. Ana ala ya eyyuhes saki adilke sen ve navilha. Ey saki deb o'sha kasa gulni aylantiradiganini aytadi. Quy beradiganini aytadi. Ey saki u maydan bizga ham berib qo'ying, bizga ham xatordan qoldirmang. Hammaga berganda biz qolmaylik deyapti. Kosani bizga ham aylantirib olavering deyapti. Bildingmi? Ki ish oson, namud avval vali aftob mushkilha. Avval ishqdan avvali osonlik bo'ldi-yu, keyin qiyinchilikka qoldik. Endi siz shu may bilan bizni tarbiya qilmasangiz, bizni ishimiz juda qiyin. Ana u may nimadan iborat desa, o'sha piri